Endi sizlar bilan asosiy marketingni ko'rib chiqamiz qizlar. Marketing planimiz hamma kompaniyada bo'lganda bizda ham ball qiymati bor. Ya'ni 1 ball mahsulot xaridida 27 mingni tashkil etadi. Daromad chiqishda, ya'ni marketing hisoblaganda 1 ballimiz 14700 ni tashkil etadi. Bizda shaxsiy xarid uchun daromad va komanda tovar oborotidan daromad olasiz. Endi birinchi daromad turimiz juda ham ko'p kompaniyalarda yo'q, ya'ni shaxsiy xarid uchun daromadni ko'rib chiqamiz. Shaxsiy xarid uchun 50 ballga aktivlikni yoqsangiz, 50 ballni kompaniya har doim sizga 15% qaytaradi, ya'ni 15% pul beradi. 50 balldan yuqorisini har doim kompaniya 25% da hisoblaydi. 50 balldan yuqori necha ball urilsa ham shaxsiy xaridda 25% dan daromad olasiz. Misol uchun siz 50 ballga aktivlikni yoqdingiz, kompaniya sizga mana 50 ni ko'paytirasiz 15% ga, chunki 50 ball uchun 15% beradi. Uni ko'paytirasiz 1 ballimizga, mana 14700 ga va sizga 110250 so'm kompaniya beryapti. Endi misol uchun siz 50 ball emas, 200 ball qilsangiz shaxsiy xaridda kompaniya qanaqa daromad beradi? Birinchi 50 ballingizni 15% da hisoblab olasiz, 110250 so'm chiqyapti. 150 qolgan balli esa 25% dan kompaniya bergani hisobiga uni hisoblab olasiz, 551250 so'm chiqyapti. Shunda kompaniya tarafidan sizga 661500 so'm shu qilgan 200 ballingiz uchun kompaniya tarafidan beryapti. Shunaqangi hisoblanadi qizlar. Ikkinchi daromad turimiz bu sovg'a uchun pul. Ya'ni kompaniyada har 200 ball qilsangiz, shu daromadingizdan tashqari sizga kompaniya tarafidan sovg'aga 441 ming pul beradi har 200 ga. Agar siz 400 ball qiladigan bo'lsangiz 882 ming olasiz. 200 ballga mana 441 ming podarishni, bu alohida daromadingizdan tashqari pul. Agar siz 600 ball qilsangiz, shu har 200 ballga 441 mingni 3 ga ko'paytirasiz. Agar siz 800 ball qilsangiz 4 ga ko'paytirasiz. Shu pul sizni podarishingizga o'zingizni daromadingizdan tashqari chiqadi. Misol uchun ko'rsatyapman. Siz 200 ball qildingiz, mana tepadagi odam 200 ball qilganda, u 661500 so'm pul oldi va 200 ball qilgani uchun kompaniya tarafidan 441 ming podarishni berildi va plus shu qo'shilgan holatda sizni shotingizda 1,102,500 ming 200 ball qilganingiz uchun chiqib turibdi qizlar. Bu shaxsiy xaridda, ya'ni o'zingizni shaxsiy xaridingizdan keladigan daromad turi. Agar siz shaxsiy xaridda 400 ball 500 ball, 600 ball qilsangiz, mana bu daromadni shunaqa hisoblab olasiz. Juda ham shaxsiy xaridda juda katta pullar bor qizlar bu yerda. Ko'p kompaniyalarda shaxsiy xarid uchun daromad yo'q. Keyingi daromad turini ko'rib chiqamiz. Ya'ni shaxsiy taklif uchun olinadigan daromad. Bu birinchi liniyaz uchun olinadigan daromad 15% chiqadi. Ya'ni har bitta birinchi liniyazga taklif qilgan insoningizdan 15% dan kompaniya sizga